Uyimizni sotiga 4 sotik narxi 128 ming dollar sizlar uchun yana azizgina kam bor. Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Kalenin ko'cha tomondan olamiz. Mahallamiz nomi Krasina, nomeri 30-xonadan bo'ladi. E'tibor bering, shashtilamasdan aytyapman sizga. Kelganingizda qani bu uyimizda bir emas, ikkita roboti bor ekan. Fasad chastiga e'tibor berasiz. Juda ham bir keng qilingan. Aynalarimiz Akfa mahalla. Bu yerda kommunikatsiyalardan o'sha problemasi, gaz, suv, svet, hattoki sentralniy kanalizatsiyaga ham ulangan. Xo'p do'stlar, hozir endi sizlar ko'p vaqtlar olmagan holda uyni ichki qismlarini ko'ramiz. Ko'rish davomida qolgan informatsiyani to'g'rilab o'tamiz. Tamomsan, ketdik. Yashash sharoitlari bilan bu yerda ikkita xonamiz bo'lyapti akalar. Bu robotdan kirosi o'ng tomonda bo'lyapti. Narigi tomonimizda esa ikkita xonamiz, yana hammomlarimiz ham bor ekan. Bu yerlarda огородный zonamiz bo'lyapti. Anjirlar ekilgan, qog'ongohlari bor, uzumlari bor, to'rtalari qilingan polniy. Asha bu yerda shuvoq qilib qo'yibdi. Olasiz, abdelka qilib turib, aboyatib yashab qo'ysiz bo'ladi. Bu tomonimizda ham pulka pechkalari bilan ikkita xonamiz bor ekan, patologlarga profillarni qatirib qo'yibdi. Mana bu tomonimizda esa bu yerda ham ikkita xona, bir-biridan o'tib ketdi, narigi xona. Ko'chada akvalari qo'yilgan, ko'cha tomoniga bu tomondan chiqsiz, darchamizga chiqasiz ekan. Bu tomonimizda akalar ko'rib turganlaridek bitta xonamiz, bitta zalimiz bo'lyapti, ikkita xona, garderoblari bilan birga. Hammomimiz bu yerda ikkita bo'lyapti, dushovoyimiz ham narigi tomonimizda bitta bor ekan. Mana bu yerda navesimiz, tandir o'toqlarimiz shu yerda. Akalar, bu yerimizda robotxonamiz bo'lyapti, keng va salqin turganlarda. Tashqari fasadlari qolgan uyimizni olib turib, tashqari fasadlarini qo'shinglar ham bo'ladi. Akbar akam aytib o'tgandan bu yerda biznes qilsalar ham bo'ladi. Ko'rib turganlarda yammasi bor. Oling, motorislik qiling, oling, hadovoylik qiling, uyingizda chiroyli biznes qilsalar ham bo'ladi akalar. Qarang aka, u el nasib dom solayotgan joy. U degani shaharda bir chiroyli joydan degan bo'lyapti. Yana lokatsiyani so'rashtirdim sizga. Qarang, uyimiz haqida yana ham to'liqroq ma'lumot olaman desangiz 0998 01 23 00 raqamiga telefon qilasizda, o'zimiz olib kelib ko'rsatamiz. Qarang, важный moment. Agar uy yo'qolgan bo'lsa, egasi bilan primoy o'zingiz o'tirib savdolashishingiz mumkin. Bu videoni uy setkalarga jo'natib qo'ying. Ishoning, siz orqali uy yo'qoladigan bo'lsa, sizga rahmat aytmasdan qo'ymaydi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.